Yaxshi niyatda ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda rasmiy litsenziyaga ega turfirma orqali Umra ziyoratiga bormoqchimisiz? Mana shu videoda oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek Uz kanali ashaddiy obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilagan holda. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays turfirmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga noyabr va dekabr oylariga yangi yo'nalishlar, yangi qabullar yo'lga qo'yilgan. Eng asosiysi siz obunachilarimizga katta chegirmalar e'lon qilingan. Shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Biz siz obunachilarimizga Abduhakim hoji akamiz bilan birgalikda video syomkamizni davom ettiramiz. Hoji aka, assalomu alaykum. Qachamayapsizmi? Ishlar bilan. Assalomu. Hoji aka, hozirgi kunda yaxshi niyat qilib ota-onasi va oila a'zolari bilan birgalikda qo'ni-qo'shnilar, yori birodarlar Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurganlar, safarga otlanayotgan aka-ukalarimizga hozirgi kunda qaysi sanalarga reyslarimiz bor? Shular haqida videomizni boshlasak. 22, 24, 29, 30 sanalarga reyslarimiz bor hozir. Qayerdan ular? Farg'ona, Madina. Farg'ona, Madina yo'nalishi bo'yicha. Farg'ona, Madina. Toshkentdan kunora reyslarimiz bor. Haftada bir kun Namangandan. Haftada bir kun Namangandan reyslarimiz bo'ladi, xudo xolasa. Bundan tashqari dekabr oyiga ham yangi qabullar boshlandimi? Dekabr oyiga ham qabullarimiz boshlandi. Mana 4-sanadan boshlanadi. 3-sanadan. 3-10, 17, 24, 31-sanalarga reyslarimiz bor. Farg'ona, Madina hammasi. Ora kunda Toshkentdan, haftada bir kun Namanganda. Demak, ya'ni 12 ta viloyatdan bemalol murojaat qilsa bo'laverar ekan, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, Toshkent, Farg'ona va Namangan yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlar Centrum Holidays bilan birgalikda amalga oshirasizlar va albatta sizlar to'liqroq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsalaring, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z joylarini bron qilishlaring mumkin. Xo'p, hoji aka, safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Safarimiz 14 kunlik safar. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada. Xudo xolasa. Uning orasida taomlarimiz bor. 2 mahal Madinada, 3 mahal Makkada. O'zbek milliy taomlar. Ya'ni o'zimizning o'zbek milliy taomlarda o'zbek milliy taomlar. Ziyofatlar ulashiladi, xudo xolasa ziyoratchilarimizga. Nasibalar. Xo'p, bundan tashqari gostinitsa orali masofalari qanday hozir? Gostinitsa orali masofamiz Madinada 200 metr. Makkada 1,5 kilometrda atrofida. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham safarga otlanayotgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilishlaring mumkin. Eng asosiysi, yaxshi niyat qilib, niyat qildim, inshaalloh bizni ham ota-ona va oila a'zolari bilan birgalikda borishlik nasib qilsin deb kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar azizlar. Biz sizga eng ishonchli va garantiyali turfirma Centrum Holidays'ni tavsiya beramiz. Xo'p, hoji aka, bundan tashqari yana bir narsa, 14 kun safar mobaynida sayohat va ziyorat va ibodatlar qanday bo'ladi? Shulardan ham bir qator aytib o'tib ketsak. Xo'p, Madinadan boshlanadi. Madinada sayohatlarimiz avvalo ro'zaga kirishadi, ravza. Qur'on bosmaxonasi, Qubo masjidi. Shuni singari sayohatlarimiz bor. Endi Makkada Qizil dengiz, Arafat tog'i, Nur tog'i, Jamarot, shunaqa sayohatlarimiz bor. Endi yana bir sayohatimiz borki, Toifga. Toif shahriga sayohat qilinadi. Endi atga borib kelgandan keyin katta miqotdan chiqib qaytib kiriladi-da. Shunda yana bir umraga sharoit bo'ladi. Ya'ni bir martalik to'lov evaziga 2 marta umra qilish imkoniyati bor. Mashallah. Ehromga kirib niyat qilinsa, ikkinchi marta umra qilishga sharoit bo'ladi. Xudo xolasa. Bunaqa imkoniyatdan hurmatli obunachilar albatta foydalanib qolinglar, chunki bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Chunki hozirgi kunda mana shunday sharoitlarda, juda ham chiroyli sharoitlarda Umra ziyoratiga borib kelish to'g'risi juda ham zo'r deb bilaman. Sababi siz obunachilarimiz mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, demak siz ham Umra ziyoratiga otlanyapsiz. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z joylaringizni bron qiling.
Xo'p, Hoji aka, mana shunday sayohatlar va mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarimizga hozirda qabullar davom etmoqda. Davom etyapti. Yana bir narsa, ya'ni firma tomonidan, mana shu firmalarning tomonidan ziyoratchilarimizga nimalar taqdim etiladi? Ya'ni to'lov evaziga. Firmamiz tomonidan beriladigan narsalar endi birinchi nimcha beriladi. Aha. Nimchamiz bor. Kamzil. Endi undan tashqari sumka beramiz. So'mka maxsus. Maxsus sumkalarimiz bor. Yana bir narsani yo'lga qo'ydikki, mana shu yostiqchalar berilyapti. Aha. Endi aeroportdan olaman desangiz 150 ming, 200 mingga sotishadi. Aha, to'g'ri. Endi biz firma tomonidan shuni hadya qilib qo'yib qo'ydik. Bepul tarzda. Bepul tarzda. Xudo xolasa. To'lovni ichida bu ham. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, albatta foydalanib qolinglar. Xo'p, bundan tashqari firma tomonidan yana nimalar beriladi? Misol uchun aqda tajribali, malakali ellikboshlar hamrohligida bo'lishadi, xudo xolasa. Ishchi guruhlarimiz juda tanlab olganmiz hozir. Yaxshi xizmatchilarimiz bor. Nega o'sha bilimli, ilmlik ellikboshlar. Xudo xolasa. Gostinitsalar bilan ham yaxshi gaplashganmiz. Gostinitsalar ishchi guruhlari yaxshi xizmat qilishyapti. Gostinitsalarimiz pokiza. Odamlarga muomalalari yaxshi. Xudo xolasa chiroyli hammasi. Ya'ni necha yulduzli bo'ladi gostinitsalar? 4 yulduzli gostinitsalar bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p, qaytishlariga albatta zamzam suvi ham har bitta insonga 5 litrdan zamzam suvi hadyamiz bor. Xudo xolasa. Firma tomonidan. Firma tomonidan. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, albatta qo'ng'iroq qiling va joylaringni bron qiling. Endi yana bir narsa, Hoji aka, kulminatsion jarayon deyiladi. Bu hamma narsa narxida. Ya'ni hozir ijtimoiy tarmoqda ko'p kuzatib boryapman. Misol narxlar har xil. Bu mana Centrum Holidays tur firmasida masalan siz hozirgi kunda mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarga narxlarimiz necha pul belgilandi? Ya'ni Toshkent, Farg'ona va Namangan yo'nalishlari bo'yicha. Toshkent, Farg'ona, Namangan hammasi 1050 dollardan belgiladik. Aha, 1050 dollardan. 1050 dollardan belgiladik. To'g'ridan to'g'ri parvozlar. To'g'ridan to'g'ri parvozlar. Perisadka, nima? Yo'q. Zadeshkasi yo'q, Xudo xolasa. Primoy tushadi. Primoy tushadi, Xudo xolasa. Xo'p, Hoji aka, yana bir narsa, mana shu hozirgi kunda aytib o'tib ketgan sanalarga, ya'ni bron qilmoqchi bo'lishsa, to'lovlarni qanday amalga oshirishadi sizlarga? Qanday sizlar bilan nima kelishuv qilishadi? Telegramdan aloqaga chiqishsa, shot nomerlarini beramiz. O'zlariga yaqin banklardan to'lov qilsa bo'ladi. Shot raqamlar bor. Shot raqamlar bor. Endi agar bizga yaqin, biz ofisimizga yaqin joyda istiqomatda bo'lsalar, bizning rasmiy kassalarimiz bor, davlat kassalari. Shularga to'lov qilishadi kelib. Ya'ni mana shu ofisga kelib ham to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Rasmiy davlat kassalari bor. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman. Qo'ng'iroq qilinglar. Yana ham misol uchun tushunmagan joylaring bo'lsa, telefon qilib bemalol batafsil ma'lumotlarni olishlaring mumkin. Siz obunachilarimizga biz imkon qadar, ya'ni o'sha barcha ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilyapmiz. Endi misol qaysidir savollar o'zingizga qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol berishlaring mumkin. Xo'p, Hoji aka, yana bir narsa, hozir ketayotganda bagaj masalasi. Misol qo'llariga necha kilo ruchnoy olishadi va bagaj necha kilo bo'ladi? Shularni ham bir qator aytib o'tib ketsangiz. Bagajga 20 kilodan yuk belgilangan. Bu bagajga. Bagaj. Endi qo'llariga 5 kilodan ruchnoy olishadi. 5 kilodan ruchnoy olishadi. Yemaklarimi, o'zlariga zarur dori-darmonlarimi, shularni qo'llariga olishsa bo'ladi 5 kilogacha. 5 kilogacha, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari Hoji aka, u misol har xil kasalligi bor aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, hojiona, hoji dadalarimiz bor. Misol dori iste'mol qilishmasa bo'lmaydi. Misol shunlardek ham o'zlari bilan dori-darmonlarni olib olishlari обязательно shartmi? Olib olishlari shart. Endi surunkasiga dori ichib turadigan onalarimiz bor, otalarimiz bor. Keksalik sababidan endi bu. To'g'ri. Endi mana har xil ishda ishlashgan, jicha bemorliklari bor. Shular dorilarini o'zlari bilan olib olishadi. Endi hatto medsestra xizmati bor. Medsestra xizmati. Doktorlarimiz bor, Doktorlarimiz bor, lekin ular ham endi nima? Professional vrachlar basda. To'g'ri. Endi o'zlariga parvo qilib o'sha tabletkalarni nimalarni olsalar yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. Demak, mana shu o'zlariga kerakli narsalarni barchasini mana shu bagajga yoki o'zlari bilan qo'l so'mkalariga olib olishlari mumkin. Xudo xolasa.
Hurmatli obunachilar, biz sizlarga eng ishonchli va garantiyali turfirma Centrum Holidays'da ma'lumotlarni berib o'tdik. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, niyat qilganlar kommentariyada niyat qildim. Inshaalloh bizni ham ota-onamiz va oila a'zolarimiz bilan birgalikda borishlik nasib qilsin deb kommentariy yozib qoldirish обязательно esdan chiqmasin. Hoji aka, sizga ham rahmat. Xalqimiz uchun mana shunday katta chegirma va chiroyli narxlar va ziyoratchilarimizga bundanda ko'proq bonuslar qilishdan to'xtamanglar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.